Xudo xolasa bugun 28-iyun Baxmal tumani Dang'ara qishlog'idamiz. Bu yil ekilgan olma daraxtlarimiz padvoyi Xudo xolasa 106 berishganmiz ekilganchilar. Navi Jeramina. Demak, endi buni biz markaziy lider usul tarbiya qilamiz. O'shaning uchun bizga kerak bo'ladi. Mana shu yon shoxlarni egishimiz kerak. O'tgan oy ham ko'rdik. Shoxlari pishmagan edi, shuning uchun egmadik. Bu yil mana, ya'ni shu oyga to'g'ri keldi endi sekin egish boshlaymiz. Biz uchun bizga kerak zupachiska va taxminan mana yarim metrdan uzunroq bo'lgan shoxlar. Buni egamiz mana yengil hammasini xuddi shu usulda. Markaziy liderning asosiy qoidasi shu mana. Tikka o'sgan shoxlar hammasini egishimiz kerak bo'ladi. Buni ham egamiz mana sekin. Shox eksang, xudo xolasa qalalashib ketmaydi, liderga raqobatchi bo'lmaydi va keyingi yil nasib bo'lsa shular hosil beradi. Kuchliroq bo'lsa egilib ketadi tabiiy. Shuning uchun baquvvatroq buguncha kutmasligimiz kerak bo'ladi. Nima egamiz? Shubat qalinroqmi? Saldan nisbatan qalinroqlar. Mana qalinroq tikka o'sib ketganlari bor-ku, o'shalarni. Pastga shartimiz. Bunimi? Zupachiska kirsa bo'ldi, egilaveradi. Endi bu yoqda buni. Bu bo'ldi. Chiqib ketmaydi, xavotir bo'lmanglar, qattiq shamol bilan chiqib ketadi demanglar. Agar chiqadigan bo'lsa, demak boshqa usulga o'tamiz keyin mana. Biz buni egmasak hozir qalinlashib ketib muammo bo'lishni boshlaydi mana. Ko'rdingizmi, mana kirdi, bu chiqmaydi. Bundan battar shamolli joylarda ekkanmiz, xudo xolasa muammo bo'lmagan. Ya'ni bu boshqa sistemalarga qaraganda bush degan sistema bor. Ya'ni shu turish o'zida tarbiya qilinadi, baxmal ko'p shu usulda tarbiya qiladi, bush usulida. Lekin bu usul tezroq hosil kirgizadi. Va qaraganda egilmaganga o'xshaydi, lekin umumiy hisobda bunga raqobatchi bo'lib qolmaydi mana bu shox. 3-4 ta maksimal egib ketilaveradi. Mana bular egamiz. Egildi. Kelishdagi mana shu usulda egib ketdi. Mana ham egib o'rtak. Taxminan necha minut bo'ldi hozir ikkita daraxt qancha ketdi? 3 minut. 3 minut. Bundan kamroq ketadi o'zi. O'zimiz qaraydigan bog'da, xizmat ko'rsatadigan bog'da shoxlarni egish haqida qisqacha tushuntirish qildik. Endi akamiz jarayonni qanchalik to'g'ri tushunganligini hozir ko'rsatadilar. Sunnat aka tushuntirib. Tushuntiring aka, tushuntiring. Tushunish kerak hamma buni. Mana bunga birinchi tiqib olamiz mana. Egish maqsadida. Nechta shox egishimiz kerak bu daraxtda? To'g'ri, 5 ta. Maksimalli, minimalli 3 ta, maksimalli 5 taga shox egishimiz kerak bo'ladi. Endi sal qo'l kelishib olguncha endi baribir kamroq vaqt ketadi. Ko'proq vaqt ketadi, uzr kamroq nima, keyin o'zi sekin jarayon tezlashishni boshlaydi. Tanaga kirish kerak mana bu. Tanaga kirsa, zupachiska kirsa shunda chiqib ketmaydi. Tiqing bunday yaxshi kirsa, bilinsin kirgani. Kirdi. Endi buni ham bittasini egaylik, bitta bor. Qabolagan bitta. Birinchi unga tiqib olasiz, to'g'ri? Kirgizgan biza tanaga kirsa. Zo'r. Bitta buni ham ko'raylik chiqani. Bu Jeramina va bir ikkita qizil navli ma'lumot uchun aytib ketaman, bazetonik o'sadi, ya'ni past tomondan shoxlaganning hisobiga lider o'sa olmaydi mana. Holati va mana holati bular uchun hozir tushuntish qilamiz. O'sa akamiz. Sunnat aka qarang. Ketayotgan paytingizda qaycha oling qo'lingizga. Liderga raqobat shox bor mana. Buni olib tashlaymiz mayli. Buni olamiz, buni olamiz. Bu ham o'sish kerak daraxt chepaga qarab kelishdigi. Qarshiyamdan eksiz. 3 minut vaqt ketmadi. Endi buni cho'ntaga solmaysiz, maxsus narsa tikib olsanglar olib ketilaveradi bu. Bu narsamiz yo'q, hamma narsa. Hammasi bor. Faqat ishlash kerak bu.
Odam yetishmay qolyapti. Bu odam shart emas bunga. O'zi o'qidavermaydi-ku. Sunnat akam xudo xolasa tushundi shox egish maqsadi nima ekanligini, ya'ni maqsad keyingi hosil olish.